Bo'yinda grija bor edi, belda grija bor edi. Aziyat chekib yotib qoldim. Ancha yaxshi bo'lib shifo topdim shulardan. Men tilan va muyassar bo'yinda grija bor edi, belda grija bor edi. Shu bilan qattiq og'rib, 5 oy aziyat chekib yotib qoldim. Ancha-muncha joylarimizga xo'jayinim bordi. Olib kelsanglar ko'ramiz deyishib, doktorlar kelishmadi. Keyin qizim shu Anur klinikasida yaxshi ekan, shu yerga ham bir ko'rsataylik deb o'zlari bordi xo'jayinim bilan qizim. Doktorlar kelib ko'rishdi, muolajani boshladik. 10 kun ichini oldim. O'zlari qatnab kelib yurib davolashdi. O'zimda o'zgarishni bildim, yengilladim. Ancha yaxshi bo'lib shifo topdim shulardan. Kimda shu grija bilan aziyat chekayotganlar bo'lsa, opa-singillar, aka-ukalar aziyat chekayotganlar bo'lsa, shu Anur klinikasiga kelib davolanishlarini tavsiya qilaman. Bu yerda albatta natija topasizlar. Mana hozir meni yurishlarim hamma yo'g'im yaxshi. Allohga ming marta shukr.